Assalamu alaykum hörmətli görülmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin alayid programması. Mən Alim. Biz bugün Amerikadakı ən danlıq universitetlərdən biri olan Harvard Universitetində "Mening vətənim" degan temadagi foto surat ko'rgazmasi to'g'risidagi programni o'zingizga bag'ishlaymiz. Unda biz diqqatingizlar programmamiz bo'lsin. Ko'p rahmat. Its importance as the place that 10 million Uyghurs call home, the place where Uyghur culture is rooted. And we are here today to celebrate that culture at a time when it is under sustained repression and attack by the Chinese state. Now, Abdi Kim is a remarkable photographer. Granted, he had good material to work with. He had a beautiful place to go out and take pictures of. Thank you so much. Thank you, Professor Elliott, for the introduction and also your encouraging remarks. We at Uyghur Academy are honored to co-sponsor today's event. On behalf of Global Uyghur Academy, I want to express our deepest gratitude to all of you for joining us today to see the beauty of our homeland through these breathtaking photos by our talented Uyghur photographer, Abdi Kim Ahmed. Doktor Rishad Abbas Efendi, bu ziyoratni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Rahmat sizga ziyorat qilganingizga. Doktor Rishad Efendi, bu bugun mana Amerikadagi eng danliq universitetning biri bo'lgan Harvard Universiteti hamda Abdi Kim Ahmed Efendining foto suratlari tunji qitim bu universitetda ko'rgazma qo'yildi. Bu ko'rgazma qo'yilishda albatta sizlarning xalqaroliq Uyghur Akademiyasining o'ynagan roli nihoyat cho'ng. Albatta sizlar tang sohib ham bo'lib, bu yerga Osiyo markazi bilan birlikda bu ko'rgazmaning vujudga chiqishida nihoyat muhim rol o'ynadinglar. Bu Harvard Universiteti qilishning ahamiyati nima deb o'ylaysiz? Endi hammamizning xabari bo'lgandek, Xitoy vatanimizda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib borayotganiga 6-yil bo'ldi. Endi hukumatlar, parlamentlar buni irqiy qirg'inchilik olib beryotidi deb to'nilyotidi. Lekin bu akademik universitetlardan harakat bizning umid qilganimizdek emasda. Bu fursat endi shu Harvard University endi dunyo danliq universitet bo'lganligi shular bilan birlashib mushu bizningki vatanninki go'zal manzarlarninki rasmlari mushu banada biz Uyg'urlarni tunutish, Uyg'urlarninki go'zal vatanimizni va madaniyatimizni mushu universitetlar tunishtirish. Biz buni ham Uyg'ur Akademi mushu Amerikadagi universitetlar bilan hamkorlashib faoliyat qilib mushundaq ilmiy muhokama yig'inlarini qilishni 2017-yil 10-oyda boshladi. Doktor Rishad Efendi, bu hozir masalan bugungi bu rasmlarda bizning vatanning go'zal tog' daryolari, manzaralari, ilgari shaxsan men ko'rmagan manzaralar bu. Masalan, siz vatanning vaqtingizda bizning vatanning mushunchalik go'zal ekanligini bilamdingiz? Men ko'rmabdi ekanman vatanlik vaqtimizda. Endi bu rasmlar haqiqatan bizningki vatanimizning qanday go'zalligini ko'z oldimizga keldi. Endi bu Abdi Kim Efendining bunun ecir sunduğanken, şu biz kömegen, biz bağmagan, biz baramagan yerler verip bu resimlerini tatqın. Bu eğer mesela vatanda memmo bu bizim vatanın bunda güzel çıraylıqlığını uqmagan, elbette uçaqda bunda yerligi berishme mümkünçiligi bo'lmagan. Bu qitim hamda şu Amerikadagi eng danliq Harvard Universiteti qilgan bo'lsa, masalan
bu ko'rgazmani Amerikaningki poytaxti Washington Smithsonian va yoki qolgan muzeylarda qilsa, sizningcha bu qanday bir ijobiy ta'sir ko'rsatdi, ya'ni Amerika xalqining bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan bu jinoyatlarni tanishda ham bilishda. Buning ahamiyati nihoyat cho'ng bo'ldi. Biz bulturgan kunjaydagi George Washington Universitetidagi ilmiy xalqaro ilmiy muhokama yig'inining oldidimi madaniyati ko'rgazmasi, buningda o'sha Abdukim apandining rasmlari bor. Smithsonian Museumning direktorlari kelib shu yerda so'z qildi, ilmiy muhokama yig'inida so'z qildi. Biz buni o'ylashyapmiz, ular bilan davomli so'zlashib. Ammo shuni albatta u yerga mumkinchilik bo'lsa, o'sha yerda shu rasmlarni qo'ya olsak, bu chog'da texmo bizning vatanimizning qanday bir go'zal vatanni Xitoyninki dafsanni qilib, qanday bir go'zal xalqni yo'qotmoqchi bo'lganninki Amerika xalqi anglashda texmo uchun ahamiyat bo'ldi deb o'ylayman. Oxirgi savol, ya'ni hozir shu fotosuratlarni, shu go'zal taqdiri yanını ko'rib, bu ya Amerika ya Shveysariyaning manzaralaridan kammi, ya ularni besib tushimdi. Ulardan kam emas, albatta biz ham de Amerikada uzun yil bo'ldi yashayapmiz. Amerikaning ichida mo'cha xiyalak bordiq, Yevropa, boshqa yerlardan xiyalak bordiq. Lekin buning o'sha manzarlarni ko'rmadik. Sizga ko'p rahmat. Now we would like to hear a couple words from him. Bugün men üçün ve bütün Uygur halkı üçün tolumu ehemmiyetli ve hoşallarlık bir gün. Uygurlarının ana vatanının güzel taqdiriyaları, coğrafiyalik ahvali, tarihi medeniyet izleri aks ettirilgen fotosuret eserlerin dünya ali mekteplerinin gültacısı olan Harvard Üniversitesi'nde ko'rgazma qilinmoqda. Dabsa, assalomu alaykum, Abdukim apandi, qanday o'zingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Bu hamda Amerikadagi eng dangliq universitet bo'lgan Harvard Universiteti hamda bugun sizningki fotosurat ko'rgazmangiz bo'ldi. Bu hamda siz bu ko'rgazma bo'lganda albatta abaytindan yaqin ayeti chiroyli bir murosim bo'ldi. Buni muboraklaydigan sizni. Siz buningdan qanday bir hissiyat keldingiz? Bu Harvard Üniversitesi dünyadaki en dangliq üniversitelerden biri. Hamda men 30 yıl mabeyinde vatandanki şu tağu deryalarını, coğrafiyalik ahvallarını, medeniyet iznalarını suratga algan. Mening suratga alganımda şu vatandanki şu güzel manzaralarini gayi aeroplanda ondan şu nurgun güzel ziminla, Tanrıtağ, Tehlimakan, Tarım Deryası, Karakorum Teği, Altay Teği, Cungar Uymallığı, Katarlık Ceylanı suratga algan. Yana şu bizdeki medeniyet iznalarımız şu Kuchadaki Kadim Xtor, Subaş Kadim Şehri, o Turpandaki Kariz, Katarlık şu nurgun kıymetlik caylarımızı şu suratga algan. Bu surat ilişim en mühimi bu yerde nima degende mening aşı vatanga bo'lgan o'tdek qizg'in muhabbetim. Bir fotograf bo'lish suhbatim bilan aşı vatanga bo'lgan aşı qaynab teshib turgan ishki hissiyotimni, muhabbetimni, urg'ularimni foto aparatdan keyin shu ifodalash foto aparatdan keyin ko'zida bayqab shuni qizib tatgan eserler bu. Şu eserlerinki vatanda men şu 30 yıl mabeyinde şu suratlarni tattım. Ahırda şu hayatımdan bir xulos chiqarish kerakda hamda şu eserlerden. Şu undaq bir vaqtni kutib hamda shuni bir nimasini fursatini kutib turgan vaqtimda bizning vatandalik o'zgarish bo'lib bu yerdan ayrilish majbur bo'ldim. Taqdir meni oxiri shu Amerikaga kelib yerlashtirdi. Şu vaqtda şu Amerikada kelgili 5 yıl bo'ldi. Mening ayolim hamda Gulnar Aziz şu Harvard Üniversitetida
Uyghur tili ders ötüşke teklif kılındı. Muşu arkalık hem de Muş Harvard Üniversitesi'ndeki mütehassislerge, mektep müdürlerine, şu Asya Tədqiqat Merkezindeki xadimlarga mening ahvolimni tanıştırgandan keyin bular bunun qiziqdi. Shunda. Mushundaq qo'lda nurg'un shu vatanninki qimmatli suratlari bor, tarixiy suratlari, manzara suratlari mushularni ko'rgazma qildi degandan keyin bular buningga bir ataytin ko'ngil bilib, endi buningga bir plan tuzib 2 yil bo'ldi. Oxiri bugun kunda bu ish vücutga chiqdi, ro'yobga chiqdi. Bu siz vatandagi vaqtingizda, ya'ni shu güzel vatanning tog' daryolari, tarixiy shaharlari, xarobelari, mushlarni rasm tatgan vaqtingizda, masalan, shu vaqtlarda bir kuni bu foto suratlarim Amerikadagi eng donliq universitet bo'lgan Harvardda ko'rgazma qo'yildi deb o'ylaganmi? Albatta buni o'ylamagan. Men ilgari endi bu suratlarni tatganda faqat shu vatanimizningki bayatın deganimdek o'zimningki shu vatanimga bo'lgan sevgi, muhabbetimni shu bir o'zimning ichki his tuyg'ularimni shu foto surat orqali ifodalashni o'ylaganman. Badiiy asarlarni yaratib, shu surat asarlar orqali kishilarni o'zimningki shu asarlar orqali bir huzurlandırdıgan, aşınınğa bir başqalarınki istedik kızıqışı, his duygularını şu sürat arqalı düşündüğün, şundaq bir şu nişan qalğan əslində. Bu siz bu foto suratçılıkni hamda bu fotograf bo'lishibdingizlar hozir. Siz burun buni hamda kasbiy shaklda o'zingiz o'rganganmi yo faqat havaskor bo'lib o'zingiz havas qilib rasm tortishdan boshlab oxiri bugungidek bir fotograf bo'ldingizmi? Bu mabek yaxshi savol bo'ldi. Men asli shu o'zimni bilsam kichik vaqtimda o'zim tabiiy shundaq bir go'zal san'atga shu o'sni xat chizish, rasm chizish, shundaq bir demak qiziqdi ekanman-da. Shundaq. Demak, men keyin shundaq shu kichik vaqtimda o'ylasam, o'zimda shunday bir tabiiy xuruj bor ekan. O'zimda shunday bir badiiy dit bor ekan. Shu 80-yillarda o'zimningki iqtidorini shu ko'pincha Allah'da shu o'sni xat Uyg'ur xattatligida namoyon qildim. Xattatlik sohasida shu o'sni xatni o'rganib, nurg'un gazet jurnallarni asarlarni e'lon qilib, keyin endi bir erga 70 hunar kam degan bir maqol bor bizda. To'g'ri. Bu güzel san'atning turlari bir-biriga bog'lanishchi. Odamningki bu go'zallik tuyg'usi, his tuyg'usi bu ayrım bo'lgan narsa. Chunki güzel qalb bo'lmasa, güzellikni ko'radigan ko'zmi bo'lmaydi degan gap bor. Shu o'ylasam, men güzellikka noit intildi ekanman. Güzel narsalarga bo'lgan o'zimning his tuyg'usi, shu nimam tushuncham boshqalarga başqa odamlar bilan silishgan alohida farqliqcha. Keyin shu vaqtlarda shu vatanimizningki tog' daryolarini ko'rganimda, shu qalbim bir larzaga keldi. Shu go'zal zaminki ashilarni shunda xotirlab keldi. Shunga shu foto suratchilik kasbini oldi bilan o'zligimdan o'rgangan. Üzemnin his duygusunu, özünüz terbiyelediniz. Üzem terbiyeledim. Şu demek her bir adamın ki oxşaş bir şeyge, oxşaş bir muhitki boğan his duygusu, küzütü şimdi bize oxşamaydı. Şu tekli makanga bassam, tekli makandaki aşı kumlarını kucaklap yetuvağım geldi. Şu kadimi toğraqlarının ki qışıqı berip qoğandımda süret tatıştım burun, aşı toğraqlarını kucaklap, aşının da toğraqlar bilen muңdışımın. Aşı Tanrı Dağı'nın ki qarlıq çoqulları, aşı yeşil payantazdaki yaylaqları,
şu sancak Şemşet ormanlığını suratga tatqan vaqtimda qalbimdan şu aparatning knopkasini besish bilan billa şu shundaq bir hayajonliq bir his tuyg'u urg'ib chiqib şu nimaga üzem tatmoqchi bo'lgan şu şeygi bo'lgan üzemninki bir o'tliq nidosini ifodalayman. Endi men bu foto aparatini qural qilib turib eng muhimi bu yerdagi üzemning ishki hissiyotimni, shu vatan bo'lgan cho'nqur muhabbatimni, söygümni ifodaladim desam bo'ldi. Siz bu rasmni shu hozir o'zingiz tasvirlagandek mayli taklimokonga bering, mayli tangri taqi chiqqan o'sha rasmlarni tatgan vaqtingizda toki hozirgacha ko'rganingizda bizning vatanda go'zal bir yana ko'rdingizmi siz? Bir qatim shu Ürümchida bir leksiya bo'ldi. Kanadadan bo'lgan bir fotograf o'zi shu junguliq ekan. Hozir Kanadada u odam. U dunyoning hamma yeriga berib surat oldi deganda, bamiga yeri qolmabdi buningki. Shu munda bir gapni qildi. Men dunyoning hamma yerini cho'gildim. Mushu zimin, mushu tuproq, fotoğraflarınki bir bitmez tügümez bir baylığı, bir altın zemini bu ya. Çünkü bu yerde hemmeni mi tepildi? Bir günün içinde mesela Turpan oymallığı, Turpan'da 40-50 gradus ısıqıp tutulan cayını. O Altay'daki Tangritağ'ın bozluk çokullarıdaki 20-30 gradus soğuk bulduk yani bir günü tapkalı oldu. Yani biz şu yurtumuzun haritasını küzetsek, yurtumuzun dal oturusu da Tangritağ, heyvetlik Tangritağ var. Uzun sozulup durdu. Bu Tangritağ'ını bir kuşku okşazsak, hem de bu Canubda tarım oymallığı, Şimalda Cungar oymallığı. Şu Tangritağ pervaz qılatqan bir quşdek, tarım oymallığı bilen Cungar oymallığı şu quşninki qandidek şundaq bir tuyğu payda buludu. Ondan Janubda Qaraqorum tığı heyvetlik, Şimalda güzel Altay tığı. Muşdaq qatırısıq kelgende bu iki oymallık, üç tağ dizmisi. Bu joyda hem de şunda güzel tağdariya manzarası bulup kalmay, yana nayet uzun yıllık tarih ige kıymetlik medeniyet iznaları var. Mesela Kiroran kadimki şehri, muşu Kuchadaki kadimki Küsendeki Kızılmın öy, Subaş kadimki şehri, andan Turpan'daki Tuyuk Hocam Vaziri, Kızılmın öy degендek. Andan muşu Teklamakkan kumlığı, kumtağ degenlerinin yendila mahalle var, Bostallık mahalle. Şu halkımız kum şu Teklamakkanın kumları bilen küreş kılıp yeşillik bostallıkını berpa kılıp aşındak muhitte yaşaydı. Bu yerde xilma-xil medeniyet ki tarihi iznala medeniyetle bek uzun tarihiga hem şundak julalık şundak dünya ehlini hayran kaldırdıgan bir güherlerimiz var bizim. Bizning vatan yana hech qanday yerga o'xshamaydi. Mayli taqdariyalar bo'lsin, tarixi bo'lsin, madaniyati bo'lsin. Bunda bir yer yo'q demakchimi? Shundoq. Bu men shaxsan menga nisbatan mushu vatandan ayrilgandan keyin men mushu kuni degidek mushu tatgan suratlarimga qarab o'tiraman. Shu vaqtim yetsila shu kompyuterni oldiga kelib birdan suratlarni varaqlab ko'z ish qilaman. İşçimden aşı vatanga bo'lgan seg'inishimni, ichki hissiyotimni aş suratlar orqali tasalli topaman. Bu qatim shu Harvard universitetida shu o'tkazgan ko'rgazma meningcha shu
chet eldagi do'stlarimizga o'sha yerda yashayotgan vatandan ayrilgan Uyg'ur qarindoshlarimizga shu vatanni bir tunishtirish shundoq vatanni seg'inish hissiyotini bir bo'lsimi ifodalash qatorliq jihatlarda bek muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Chunki hozir bizningki bu vatanimiz bir dunyoninki bir qiziq nuqtasiga aylanib qoldi. To'g'ri. Hammadan bu yerni bilgisi keldi. Chunki bu yerda har xil hikoyalar bor, axborotlarda. Ammo bu yerning qanday joy ekanligini, taqdiriyalari qanday. Bu aniq emas. Shunga bu sizningki hozir endi bu ko'rgazma albatta bu hafta boshlangan bo'lsa, oldiga ya'ni 3 oy davomlashdi. Sizningcha endi oxirgi savol shuni so'ray. Ya'ni bu Amerikaliklarning masalan Harvardga nurg'un o'quvchilar bor, yana nurg'un sirtdan kelgan mehmonlar bor. Mushu sizningki mushu fotosurat ko'rgazmangiz, ya'ni 3 oylik mushlarning Amerika xalqining, Amerikada eng danglik universitetga o'quvchilarning mushu Uyg'urlarningki vatanining qanchalik go'zal chiroyligini bilishda ularni ochqishlik rol o'ynaydi deb qaraysiz. Albatta shunday bo'ldi. Chunki taqdir daryolarimiz ifodalangan shu suratlarni ko'rganda bu fotosurat asarlari bir obrazliq ifodalash vositasi bu. Buni ko'rganda buningda millatlarga o'tirisidagi bir til to'salg'isi degan gap yo'q buningda. Har qanday bir millat, har qanday bir odam ko'rib tushunalaydi buni, bilalaydi. Endi buningdagi omillarni o'zlari bilalaydi-ku buningda. Shunga buning meningcha bo'lganda bu Harvard universitetida nayt ko'p mutaxassislar, o'qituvchilar, dunyoning hamma yeridan kelgan o'quvchilar bor bu yerda. Bular bizning vatanimizni texnik obrazliq, texnik shundoq tushunishiga naytli turklik rol o'ynaydi deb qarayman buni. Ko'p rahmat sizga Abdukim apandi. Sizga rahmat. Assalomu alaykum Nurshad apandi. Alaykum assalom. Bugun sizni ko'rib nihoyat xush bo'ldim. Anenkin bugun siz hamda o'sha Harvard universitetida ochilgan Abdukim Ahmad apandining hamda bu fotosurat ko'rgazmasiga keldingiz. Anenkin oldi bilan siz o'zingizni bir tanishtirgan bo'lsangiz bizning Uyg'ur tomoshabinlarga. Bo'ldi. Rahmat. O'zim uzoq vaqt Uyg'urlarning vatanida yashagan, o'qish bilan, yana inglizcha darsni o'qish bilan, uning ustiga biz shu yerda turganda biz doim Tangri tog'larga doim chiqib, yana aylanib, manzarasini rasmga tortgan. Bu fotosurat havaskari uzoq vaqt shu bilan shug'ullanman. Shuning uchun bak oltin esil fursat bo'ldi. Bu Abdukimning bu ko'rgazmasini qatnashish bak ko'nglimda bak cho'nqur ta'sirlanib. Chunki bir tarafdan shu yerda yashagan, yana o'zim ko'p rasm manzarasini rasm tortgan. Shu sababdan keldim, qatnashib bak xushal bo'ldim. Siz bu rasmlarni ko'rib hamda ayni vaqtida yana o'zingiz o'sha Urumchida Uyg'urlarning vatani vaqtida Tangri tog'larida yurgan vaqtingiz esingizga keldi, shundaymi? Shundoq. Bak o'zim shu yerga borgandek his qildim bugun shu ko'rgazmasiga qatnashganda. Bu siz Amerikadan nihoyatda chiroyli hamda tog'liq rayoni bo'lgan, shtat bo'lgan Coloradoda yashaysiz hozir. Bu sizningcha bu rasmlarni ko'rib, Tangri tog'lar hozir sizning esingizga kelgan. Siz yashayotgan shu shtatdagi Rocky tog'lariga o'xshamdi? Bak o'xshaydi. Mening Uyg'ur do'stlarim bizni yo'qlab kelganda, ular manzarasiga qarab, "Oy, vatanimizga o'xshaydi" deydi, 100%.
Aneniken siz ya masalan şu Amerikada şu Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilish jarayonida siz şu to'xtamasdan oilangiz bilan, do'stlaringiz bilan şu Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqyapsiz. Masalan, Coloradoda siz o'tgan yil nihoyatda yaxshi bir faoliyat qilgandingiz. Shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, rahmat. Men qachon tog'larga chiqsam, bu esiyat nima deb so'raganda, bu erkinlik, albatta. Kim shuncha cho'ng tog'larga chiqqanda bisim yo'q, ezadigan ahvol yo'q, hatto odammi yo'q. Shuning uchun bir qalbimizda bir cho'nqur bir hissiyat bor, erkinlik. Hozir Uyg'urlar nimaga eng muhtoj? Albatta erkinlik muhtoj. Shuning uchun biz bir yarım yıl burun biz tog'a chiqib uzoq vaqt bir safarga chiqdik. Biz haltini ilib, timoqimiz bilan yana chetarida tikib qo'yib yotdik. 6 haftalık bir safarimizga chiqdik. Yana biz bizning haltimizda bir sizik borgan bir Freedom Track, erkinlik yolu degan. Yana jiq bizden başqa adamlar bu kichik yo'lda ko'p maqan. Bak yaxshi fursat bo'ldi. Biz ularga Uyg'urning masalasi tanishtirib qo'yib aytdik. Yana ular mu bak tashlanib bo'ldi. Yana kichik karta biz tayyorlik qildik. Erkini nachiqatim ularni ko'rishganda biz berib ondan azroq masalan UHRP uchun, boshqa tashkilot uchun, yana o'zimizniki tashkilot uchun azroq pul yig'ishtirib Uyg'urlarga yordam berish uchun. Shu maqsad bilan biz tog'larga Rocky toshliq tog'larga chiqib bu safarga chiqdik. Freedom Track bak yaxshi o'ngishli bo'ldi. Şükür hem de dike taşlamsız Vahım yok benim Çabım yok benim Meşrep